Dasturimiz davom etadi. Ta'limga berilgan e'tibor kelajakka, rivojlanishga qo'yilgan qadamdir. Ayniqsa bunda xalqaro tajriba va hamkorlik yanada samaradorlikni oshiradi. Toshkent davlat stomatologiya institutining dunyo tan olgan Butunjahon tibbiy ta'lim federatsiyasi tomonidan xalqaro akkreditatsiyadan o'tgani ham ayni yo'nalishda muhim qadam bo'ldi. Qo'lga kiritilgan xalqaro akkreditatsiya endilikda Toshkent davlat stomatologiya instituti bitiruvchilarining diplomi jahon miqyosida tan olinishini belgilaydi. Toshkent davlat stomatologiya instituti bitiruvchilarining diplomi endi jahon miqyosida tan olinadi. Bu haqda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan 4-xalqaro stomatologik kongressda ma'lum qilindi. E'tiborlisi, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari orasida ilk bor Toshkent davlat stomatologiya instituti bakalavriat va magistratura yo'nalishlari dunyo tan olgan Butunjahon tibbiy ta'lim federatsiyasi tomonidan xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Toshkentский государственный стоматологический институт. O'zbekiston miqyosida Toshkent stomatologiya instituti respublikada Butunjahon tibbiy ta'lim tashkiloti standartlari bo'yicha xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan birinchi ta'lim muassasasi hisoblanadi. Bu mamlakat uchun muhim ahamiyatga ega voqelik. Bu davlat rahbari tomonidan O'zbekiston ilm fani uchun, sog'liqni saqlash sohasiga, oliy ta'lim hamda tibbiy ta'limga berilayotgan e'tiborning mevasi. Bu xalqaro akkreditatsiya nufuzli universitetlar bilan hamkorlik qilishga yo'l ochib beradi. Undan tashqari Toshkent davlat stomatologiya instituti talabalari, bitiruvchilarni diplomi butun dunyoga o'tadi. Bu kongress doirasida Toshkent davlat stomatologiya instituti hamda nufuzli xorijiy universitetlar o'rtasida memorandumlar imzolandi. Toshkent davlat stomatologiya instituti hozirda dunyoning 20 dan ortiq rivojlangan mamlakatlarning 100 dan ziyod yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, Yevropa ittifoqida o'z filialiga xalqaro sifat menejmenti sertifikatiga ega. Anjuman asnosida bu muhim natijalar e'tirof etilar ekan, navbatdagi muvaffaqiyat xalqaro akkreditatsiyadan o'tish institut jamoasi uchun jahon ta'lim maydonida talay imkoniyatlarni taqdim etish ham alohida ta'kidlandi. O'zaro tajriba almashish uchun mana shunday kongresslarning tashkil etilishi juda yaxshi samara beradi. Chunki chet davlatlaridan kelgan mutaxassislar bilan fikr mulohazalar almashinadi va talabalarning ham master klasslarida bilim ko'nikmalari, o'zlariga ishonchi ortadi deb o'ylayman. Hozirda nafaqat Toshkent shahri, balki viloyatlar va chekka hududlarda ham stomatologiya texnologiyalari rivojlanib bormoqda. Ushbu konferensiya sohaning barcha mutaxassislari uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Mening ma'ruzam stomatolog va onkologlarning hamkorlikdagi faoliyatiga, aynan og'iz bo'shlig'ida onkologik xastaliklarni erta aniqlash masalalariga bag'ishlangan. Aksariyat bemorlar 70% holatlarda bezovtalik bilan onkologlarga emas, balki stomatologlarga murojaat qiladilar. Bunday vaziyatda stomatologning o'simtani to'g'ri tashxislashiga ko'p narsa bog'liq. Tabiiyki, bemor kasallik erta aniqlanganda tezroq davolanadi. Shu bois bu borada hamkorlik muhim. Anjuman esa mutaxassislarga ana shu imkonni berdi. Stomatologiya va yuz jag' jarrohligining dolzarb muammolariga bag'ishlangan 4-xalqaro stomatologik kongressida 150 dan ortiq xorijlik mutaxassislar, professorlar va yurtimizdan eng tajribali stomatologlar ishtirok etishmoqda. Anjuman 2 kun davom etadi.